Татар-Дозор 2013 һәм Татар-Дозор чарасы без Бауман урамында уза һәм ел 4-нче тапкыр уза. Мин татарча сөйләшәм акциясе кысаларында. Без монда шундый максат белән килдек һәм уенның шундый максаты безнең республикабызда ике теллелекне саклап калу һәм аны контрольдә тоту. Шуның өчен безгә яшьләр ярдәмгә килә. Dostum, sen de bizga qo'shib. Bilasiz, tatar tili ham rus tili. Agar bir tegiz bo'lirga tegish. Demak, siz butun yerga qarab, ilmiy taqta bo'lsinmi ol. Kibit ishidagi sotuvchi apalar bo'lsinmi, ular tatarcha so'ylashirga, butun ma'lumotni tatarcha bilirga tegishli. Lekin biz kelib uning yong'og'ini sug'ib so'ylashali tatarcha deyirga tegish tugil. Durustmi? Biz tatarlar o'qimishli, ziyrakli xalq bo'lib, ularga itoatli etib Ağının başına, ana жеткirilik etib, o'timli etib aytirga tegishmiz. Bizning Tatarstanda iki davlat tili, biz tatarlar, butunimizda agarda siz bilan tatarcha сөйләшсәгез, bizga bek rahat bo'lacak tatarcha eshitirga. Shunga ko'ra biz sizning kibitga kirir edik, parikmakerskilaringizda, shash tarashig'izda shashimizni kestirir edik. Ham boshqa. Tatar yashlari ular bizga o'tgan qiymat Rus tilida yozilgan. Sizning mana masalan vaqt turanda ma'lumotlarga ruscha yozilgan. По поводу того, что здесь написано режим работы, это нужно обращаться к главному языку. Но вы сказали, что обязательно не так, но Юзур Ахмад, biz sizga istalikka shunday deb qoldiramiz. Ham bizning ertaga bilan biz tatarcha сөйләшәм degan aksiya. Ham bizning 26 aprel kuni o'sha o'yinda Bauman uramida biz sizni shunday chaqiramiz. Mi tatarcha!